Onajonim, ustimni tuproq bilan ko'mib, yig'ilganlar tarqalganidan so'ng ruhim badanimga qaytarildi. O'sha payt meni qabrga ko'mganlarning qadam tovushlarini eshitdim. Biroz fursat o'tar o'tmas yonimga ikki farishta keldi. Birining oti Munkar, ikkinchisiniki Nakir ekan. Ular shunday haybatli edilarki, qo'rquvdan nima qilishni bilmay qoldim. Chunki hamma narsa ayon edi. Oxiratdagi oqibatimni taxmin qila boshladim. Jahannamdagi joyim biroz avval ko'rsatilgandek, onajon. Shuning uchun qiyomatning boshlanishini hech istamayman. Onajon, qiyomat boshlansa jazoimning asli o'rni bo'lgan jahannamga yuborilishim meni qanchalar qo'rquvga solishini bilasizmi? Ammo amallari yaxshi bo'lganlar, bu yerga savob bilan kelganlar juda xursand edilar. Ular Munkar va Nakirdan qo'rqmas, onajon. Jannatdagi darajalari tayin etilgandi. Ular qaniydi qiyomat boshlansa-da tezroq jannatga kirsak derdilar. Munkar va Nakirning haybatini ko'rib birdaniga Robbing kim? Dining nima? Kitobing nima? Qiblang qayer? Iymoning nima? Amallaring nima kabi savollarga umuman esankirab qolmaydilar. Men esa ushbu savollarga esankirab qoldim, onajon. Javob bera olmadim. Qattiq baqirdim. Meni eshita oldingizmi, onajon? Siz eshita olmaysiz, onajon. Holbuki savollarning javobi juda oddiy edi. Yaxshi amal sohiblarining javoblarini eshitdim, onajon. Rabbim Alloh, dinim Islom, payg'ambarim Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam deb javob berar edilar. Chunki Allohning qonuni shunday. Hamma amaliga ko'ra yo jazo yoki mukofot oladi ekan, onajon. Shularni nima uchun o'rgatmagandingiz deb hali sizdan ham so'rasam kerak, onajon. Uzr, lekin onajonim, biroz oldin aytganimdek, hozir men buyuk azob ichiraman. Qabrim qisada va yaqinlarim bilan ko'risha olmayapman. Sizlarni ziyorat qila olmayapman. Joyim ham aniq emas. Bularning barchasini meni iztirob qa'riga otganini ko'rishingiz mumkin. Har kuni ertalab va kechqurun jahannamda azob chekadigan joyimni qayta ko'rsatilishi meni eng dahshatga solgan narsa edi. Shunday bo'lsa ham umidimni uzganim yo'q. Zero bu azobdan qutula olsam mahshar kunida najot topaman. Agar mahshar kuniga pok holda bora olmasam ahvolim juda yomon, onajon. Bunday holda gunohlarimni jahannam tozalaydi. Chunki Allohning rahmatiga yetishish uchun yo qabrda, yo mahshar kunida yoki bo'lmasa jahannamda gunohlaridan poklanishi kerak insonning. Jannat poklarning joyi bo'lgani uchun ham unga pok bo'lganlar kiradi. Bilsangiz edi, onajon, jannatni naqadar orzu qilaman. U joyni ta'riflash imkonsiz bo'lganini ko'p eshitamiz. Bu esa u joyga bo'lgan orzuyimni orttirardi. U menga alam tottirardi. U yerda hamma narsa bor ekan, onajon. Nimaiki xohlasang berilar, qiyinchiliklar yo'q, kenglik bor ekan u yerda. Yana mukofotlarining eng yaxshisi dunyoda siz tushuntirib bergan payg'ambar bilan Havzi Kavsarning oldida ko'rishishdir. Bundan tashqari
payg'ambar alayhissalomdan tashqari Allohni ham ko'rsa bo'lar ekan onajon. Bularning orzusi bu yerda qabr azobini oxirigacha chekib, bu yerga tezroq gunohsiz holda kirish istagini orttirdi. Onajon, jannatni orzu qilsangiz, amallaringizga e'tiborli bo'ling. Jannatda son sanog'i yo'q ne'matlar bor. Ammo ular arzon emas. Ular sarmoyaga ko'ra beriladi. Ularni mehnat qilib olish kerak. Oz sarmoya bilan kelganlarning oladigan ne'matlari erishadigan darajalari ko'p sarmoya bilan kelganlarnikidan farq qiladi. Bu albatta Allohning adolatidir. Onajon, siz ham shunday yashang. Shafaatingiz bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shafaati bilan men ham jannatga olib kirarsizlar. Umidim shu Allohdan, faqatgina Allohdan. Onajon, bilasizmi, bu yerda hamma ham men kabi azob ichida emas. Ba'zilar borki, ular qabr ichida jannat bog'chalaridan birini tomosha qilib yotadilar. Ular xuddi jannatda yurgandek o'zlarini his etadilar. Qabo ular uchun jannat bog'chalaridan bir bog'cha bo'lgan. Ular dunyoda ekanlar Allohning amr va qaytariqlariga amal qilgan mu'minlardir. Ya'ni qabrga oxiratga tayyorgarlik ko'rib kelgan kimsalardir. Ularga jannat bog'chalari ko'rsatilar, ularni qabrlari siqmas edi. Dunyodagi hayotlarida tillaridan tushirmagan Qur'oni karimlari, uni turli balolardan himoya qilgan tahoratlari va hamma uyquda bo'lgan bir mahal Alloh subhanahu va taolo roziligi uchun ado etgan tahajjud namozlari hozir ular uchun qabrlarida bir nur bo'lgan. Onajon, qabrlarini yoritmoqda mening havasim kelyapti. Shunday ekan onajon, ekmagan o'rmaydi. Ular dunyoda ekkanlarining mevasini hozir yeyaptilar. Onajon, ey voh voh deyishim mumkinki, men uchun voh deyishning ham fursati o'tdi. Yana bundan tashqari shundaylar borki, ularga havas qilmaslik mumkin emas. Onajon, ularning jasadlarini tuproq hech narsa qila olmaydi. Ular chirimaydilar. Hech bir hasharot yoki ilon va chayonlar ularning vujudlarini ilma teshik qila olmaydi. Ya'ni ularning tanalari sog'lom shaklda saqlanadi. Ular